Ushbu darsimizda mana bu oyat karimalar tafsirini aytamiz. Bu farzandlarga Alloh taoloning amri, ota-onalarga yaxshilik qilish haqidagi amr, ilohiy farmon aytilgan oyatdir. Bu har bir inson o'zi ota-onaning farzandi bo'ladi, faqat ba'zilar ota-onalar hayot davlatlari bor. Eng ulug' bir davlat bor ularda. Ba'zilarida ketib qolgan ular, har holda o'tib ketgan ota-onalarimiz bor. Ota-onaga insonning farzandning munosabatini dini islom juda mukammal tarzda haqiqiy bir insoniy tarbiya berib, Qur'oni Karim va hadis sharifda bizlarga Alloh taolo va uning rasuli ta'lim beradi. Ya'ni ota-onalarga yaxshilik qilishni buyuradi. Shu Qur'oni Karim tafsiri asnosida alhamdulillah shu ancha yillardan beri mana shu mashg'ulotim meni Qur'onni mazmunini tushunish, anglash va yetkazish imkoniyat qadar bu elimiz xalqimizga bir necha tillarda yetdi. Yana davom etyapti keyin bir tafsirlarimiz. Alhamdulillah. Shu o'qib doimiy bir narsa meni hayolimdan o'tib turadi. Xususan shu ota-onalar xususidagi oyatlar. Ya'ni Alloh taolo Qur'onda juda ko'p joyda bir necha oyat alohida suralarda ota-onaga yaxshilik qilishni buyurgan. Shu takror keladi. Ammo biron oyatda bolalaringlarga yaxshilik qilinglar deb buyurmagan. Bolalaringlar do'zaxda o'tidan saqlanglar deb buyurgan. Ammo bolalaringlarga yaxshilik qilinglar degan so'zni men o'qib takror Qur'onni o'qib tafsirlarini ko'rib nega degan savol ustida ko'p to'xtayman. Alloh taolo bildirganicha bir fahmim yetganicha bilgan narsam farzand insonni ota-onani oldidagi bolalardir. Inson o'zini oldidagi bolalariga aytmasa ham qaraydi, yaxshilik qiladi. Ota-ona insonni orqasidagi kishilar ular. Alloh taolo buyurmasa qayrilib qarash esimizdan chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun tez ota-oning xabardor bo'lgan, esingdan chiqmasin. Yaxshilik qilgin. Shunda sendan men rozi bo'laman deb Alloh taolo takrorlab turadi. Ma'lum Qur'onda behuda aytilgan bir kalima yo'q. Hamma so'z o'z o'rnida, bu kalomulloh bu. Demak, bir marta aytilgan so'zni yana boshqa bir surada aytishlik, bir necha suralarda ota-onangga yaxshilik qil deb buyuraverishlik. Bir ko'rinishda bittasi kifoya emasmidi bir oyat degan xayolga boradi inson. Unday emas ekan, bizga kifoya qilmas ekan. Yaratgan Parvardigorimiz biz ahvolimizni o'zimizdan yaxshi biladi. Bir aytish bilan esimizdan chiqib qolar ekan. Shuning uchun takror aytadi. Har xil suratda aytadi. Va uni Rasuli Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va sallam ham ota-onaga yaxshilik qilishni bot tez shuni takrorlab aytganlar.